Ona tili bu xalqning ruhi, yuragi, tafakkuri va tarixidir. Har bir so'zida ajdodlarimizning donoligi, qadimiy ma'naviyat nuri mujassam. Til insonni inson qiladigan, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan eng ulug' ne'matdir. Xususan ona tiliga muhabbat, e'tibor namunasi bo'lgan diktant tanlovi butun respublikamiz bo'ylab o'tkazilmoqda. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan tanlovning Toshkent shahri bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlov O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyati kengashi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Dastlab Toshkent harbiy prokurori o'quvchilarga omad tilab, o'quvchilarga tanlov shartlari haqida tushuntirib o'tdi. Tanlovda 3-o'rinni Yunusobod tumanidagi 58-maktab o'quvchisi Bahora Norbekova qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-o'rin Bektemir tumanidagi 337-maktabning o'quvchisi Rismet Mutinovga nasib etdi. Tanlovning mutlaq g'olibi Shayxontohur tumanida joylashgan 39-maktab o'quvchisi Diyora Zokirjonova e'tirof etildi. G'oliblar Toshkent harbiy prokurori tomonidan faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. O'quvchilar kursantlar uchun tashkil etilgan elektron o'q otish tayyorgarligi xonasi bilan tanishtirilib, amaliy mashg'ulotlar amalga oshirildi.